Juda ko'pchilik hayron, nima uchun Cristiano Ronaldoni Donald Trump ziyofatga chaqirdi, nima uchun Oq uyda Cristianoni mehmon qildi deb. Hozir men sizlarga bu voqeani batafsil chiroyli tushuntirib beraman. Siz esa kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bundan da qiziqarli videolar faqat menda. Unda boshladik. Gap shundaki, Donald Trump o'zining diplomatik ishlari bo'yicha Saudiya shahzodasi Muhammad ibn Salmanni ziyofatga chaqirgan. O'zi aslida o'shaning sharafiga ziyofat qilgan Oq uyda va bundan tashqari bir qancha biznes vakillarini chaqirgan. Ulardan Elon Musk, o'sha Tesla kompaniyasining asoschisi, Apple kompaniyasining direktori Tim Cookni va Cristiano Ronaldoni chaqirgan. Endi Tim Cook, Elon Musk va Muhammad ibn Salmanni o'sha diplomatik ishlar bo'yicha chaqirgan, buni bilamiz. Lekin Cristiano Ronaldo aslini olganda PR maqsadida chaqirilgan. Ya'ni Donald Trump bilardi, agar bu ziyofatga Cristiano Ronaldo keladigan bo'lsa, bu ziyofatning dovrug'i butun dunyoga tarqalardi. Chunki Ronaldo borgan joylar har doim muhokamalar ostida bo'lgan, saytlarda aylangan va bu safar ham bundan mustasno bo'lmadi. Barcha saytlar xabar berdi, Ronaldo keldi, Donald Trampning Oq uyiga, uning ziyofatiga deyildi va ijtimoiy tarmoqlarda ham ularning rasmlari, videolari anchagina aylandi. Lekin Donald Tramp shu yerda ruschasiga aytganda sal shusrilik qildi. Ya'ni o'zining maqsadini yopish uchun Ronaldoga o'sha so'zga chiqib shunday dedi: "Men seni bu ziyofatga o'g'lim Baron seni muxlising bo'lganligi uchun", ya'ni Baron degan o'g'li bor ekan va Baron seni muxlising bo'lganligi uchun, seni juda yaxshi ko'rganligi uchun, qayerga borsang sen bilan birga bo'lishni xohlagani uchun chaqirdim. Bu orqali o'g'lim mendan yanada minnatdor bo'lishini, bu orqali o'g'lim mendan faxrlanishini xohladim deb o'zini maqsadini mana shu gaplar fonida yopib ketdi. Ya'ni PR uchun chaqirgani bilinib qolmasin deb Trump nimadir qilish kerak edi va maqsadiga yetdi, lekin hamma bilib turibdi. Endi qo'pol qilib aytgan hech kim garang emas, nima uchun chaqirganini bilib turibmiz. Ishqilib ziyofat bo'lgan, suhbat ketgan va suhbatda bir qancha masalalar gaplashilgan.